Bu yerda men bekat borligini bilmasdim to'g'risi. Magazinni oldi deb o'ylardim. Noqulayligi, soyabon yo'qligi, odamlar o'tirishga ham noqulay bu yerda. Avtobus kelayotgan, ketma-ketligini ko'rish qiyin birinchi o'rinda. Ketishini. Keyin masalan mana shunaqa yomg'irli vaziyatda deylik ichkariga kirib turgani joylar yoki shunaqa kamroq. Ba'zi bir bekatlarda shu yengil mashinalarning turib qolishi. Keyin bekatdagi do'konlar asosan ular ham shu mashina qo'yib qo'yishadi, tushib ketadi. Haydovchilarimiz sigaret yeganmidi, ko'p yeganmidi, orasidan odam yugurib chiqyapti, yoshli. Do'konning led oq chiroqlari ko'p hollarda yoqib turadi kechqurun. Mana eshik tashqarini ko'rish, yo'lovchi uchib chiqayotganini ko'rishga ham ular ham ko'l xalaqit beryapti. Oldin bekatlar unaqa mashina to'xtab turmas edi. O'tda aslida mumkin emas belgi qo'yilardi, o'tda hech kim to'xtamas edi. Mana endi hozir kofe sotadigan joylar bor, bir magazinlar qilib qo'yishibdi. Mashinalar yuk tushiradi, boshqa qiladi, to'xtab bizga xalaqit qiladi. Biz majbur bo'lamiz ikkinchi palasada to'xtashga.